Hop, 9-si. Sinus 40 gradus minus kosinus 40 gradus. Keyin ildiz ostida 2 kosinus 85. Kosinus 85 gradus. Xo'sh, yaxshi. Mana buni sinus 90 minus 50 desak bo'ladi. Kosinus 40 gradus. Ildiz osti 2. Mana buni kosinus 90 gradus minus 15 gradus desak bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Mana bu bizga kosinus 50 deb beradi. Bunisi kosinus 40 deb beradi. Bunisi esa ildiz osti 2 sinus 15 gradus deb beradi. Xo'p, bizga mana bunaqa formulasi bor edi. Kosinus alfa minus kosinus beta. Shabboni ayting qani? Mana shu nimaga tengiydi? Mana bunaqa formulasi bor edi. Ayting. Minusdan 2 alfa plus beta taqsim 2 sinu. Yaxshi. Mana shu 5 gradus deymiz, ha? Yaxshi, aytinglar. Xo'p. Mana formula qo'yib yuboramiz. Tepa shu formula tushyapti. Minusdan 2 ta sinus qo'shib eka bo'lamiz. Qo'shsak 90 bo'lib eka bo'lsa 45 gradus. Keyin ayirib eka bo'layotganmiz. Sinus 5 gradus bo'ladi. 5 gradus bo'ladi. Taqsim ildiz osti 2 sinus 5 gradus. Xo'p, mana bular qisqarib ketayotgan. Mana ildiz osti 2 taqsim 2 degani 2 lar qisqaradi. Ildiz osti 2 lar ham qisqarib ketadi. Javob minus 1 ekan, ha? Javob minus 1 ekan. Nima javob bo'lyapti? Malayziya tukatda tushgan savollar bular. Xo'p, yaxshi. Endi 10-si qisqar ekanmi? Sig'dirishga harakat qilamiz. 3 sinus 10 gradus minusdan ildiz osti 3 kosinus 10 gradus taqsim 3 kosinus 70 gradus. Yaxshi. Yaxshi. Alaykum assalom. Oylik to'lovlardan? Ha, bulardan so'rab chiqasizmi? Hozir. Mayli, xo'p. Oylik to'lovlar beringlar bo'lsa video olamandagi. Mana shu paloncha 2 oydan beri qarzini bermaganda video olaman. Mana o'ynab bitmadimi? Xo'p. Nimalar bor bu yerda? Alohida bo'lib olsam yaxshi bo'ladimi deymanda. Menimcha yaxshi bo'ladi. Shunda mana sinus 20 degani o'zi bilan qisqarib ketayotgandagi bir taqsim qolib ketayotganda, bir taqsimlar bo'lsa ishimiz yaxshi bo'lmaydi. Xo'p, mana e'tibor bersanglar, hammasida ildiz osti 3 bor-ku, to'g'rimi? Ildiz osti 3 ga qisqartirib yuboramiz. Ildiz osti 3 ga bo'lib yubordik, xullas. Mana bo'lindi ildiz osti 3 ga. Mana unda ildiz osti 3 qoladi. Sinus 10 gradus. Mana bunda 1 qoldi.
Kosinus 10 da o'zi qolib ketar ekan. Bunda ham demak ildiz 3 qoladi. Kosinus 70 bo'lyapti. Men o'sha kosinus 70 ni 90 minus 20 deb tursam yaxshiroq menimcha. Shunaqa deb tursak bo'ladi. Hop. Ana shunaqa deganimiz yaxshi. Endi tepani qaranglar. Nima qilamiz? Bunday qilayin. Yaxshisi 2 ildiz 3 ga bo'laman. 2 ildiz 3 ga bo'lsam, mana bu nima bo'ladi? Ildiz 3 taqsim 2 bo'ladi. Mana bu nima bo'ladi? 1 taqsim 2 bo'ladi. Kosinus 10 gradus bo'ladi. Birdan yozyapmiz. Mana uni 2 ildiz 3 ga bo'lsam, bu ham ildiz 3 taqsim 2 bo'ladi. Yaxshi, ana endi bo'ladi. Mana uni men nima deb yozsam bo'ladi? Sinus 10 gradus kosinus 30 gradus ham bo'ladi, to'g'rimi? Bunisini esa kosinus 10 kosinus 10 gradus sinus 30 gradus bo'ladi. Taqsim ildiz 3 taqsim 2 kosinus, yo'q, kosinus emas bu. Sinus 20 gradusni beradi. Tepa bizga nimani beradi? Sinus 10 ayrilgan 30 ni beradimi? Taqsim ildiz 3 taqsim 2 sinus 20 gradus. Sig'ir ekan, men sig'diraman deb boyadan beri o'ylab yotgandim. Mana nimani beradi bizga? Minusdan sinus 20 ni beradi. To'g'rimi? Mana bilan qisqarib ketsa javob minus 2 taqsim ildiz 3. Javob shunaqami? Irratsionaldan qutqarilganmi? Shunaqa. Yaxshi, javobimiz shunda B javob bo'lyapti.